beradi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, Lens klubi Samson Baydo transferi doirasida Abduqodir Husanovni qayta olishga harakat qilishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Bundan o'zbek legioneri maoshining bir qismi ingliz klubi tomonidan qoplanishi ehtimoldan xoli emas. Mana shu yo'l orqali lensliklar Baydoning jamoadan ketishini qoplash, shu bilan birga klub muhitiga allaqachon moslashgan o'zbek futbolchisini qayta qo'lga kiritish imkoniga ega bo'ladi. Agar bu reja amalga oshsa, Abduqodir Husanovning qaytishi Fransiyada yozning eng kutilmagan voqealardan biri bo'ladi, deb yozmoqda bootfootballclub.fr sayti jurnalisti Louis Christian. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov 2023-yilning yozidan 2025-yilning yanvarigacha Lens jamoasi sharafini himoya qilib, bu klub tarkibida jami 31 ta uchrashuvda maydonga tushgan. FIFA prezidenti Gianni Infantino o'zining rasmiy sahifasida sobiq jahon chempioni ayni paytda